O'zbek fuqarolari uchun shoshilinch tezkor xabar. Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg'ir qor yog'ishi prognoz qilindi. Ehtiyot choralarini ko'rishni unutmang. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Videolarimiz kengroq tarqalishi uchun video ostida bor yo'g'i bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 19-dekabr kuni qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida kechasi va ertalab biroz qor yog'ishi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 0,2 daraja sovuq, kunduzi 1,3 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 9-14 daraja sovuq, Ustyurtda ba'zi joylarda 15-18 daraja sovuqqacha, kunduzi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, cho'l hududlarining shimolida 10-13 daraja sovuqqacha, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz qor yog'ishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida faqat kechga tomon yomg'ir va qor yog'ishi prognoz qilinmoqda. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi 4-9 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida kechasi va ertalab ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir qor bo'ladi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qor yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Tog'li hududlarda qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq bo'ladi. Muhim eslatma: 18-dan 22 dekabrda respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi e'lon qilingan deyiladi xabarda.